Uy sharoitida tovuq go'shtidan shunaqa ishonchli va sifatli bo'lgan har xil ximikatlarsiz tovuq rulet tayyorlab ko'ramiz. Bitta butun kattaroq tovuqni olib, videoda ko'rsatilgandek barcha suyaklaridan ajratib olib, yaxlit file holatiga keltirib olamiz. Agar sizlar butun tovuqni suyaklaridan ajratishga qiynalsanglar, tayyor file holatdagi tovuqlardan foydalanib, xuddi shu usulda qilsanglar bo'ladi. Ajratib olingan suyak bo'laklarini tashlab olishga shoshilmanglar. Ularni alohida bitta idishda qaynatib, tovuqli sho'rva qilib foydalansa bo'ladi. Tovuqdagi barcha bez qismlari hamda qo'l qismining eng uch tomonini olib tashlaymiz. Yaxlit bitta file holatiga keltirib olganimizdan keyin shunaqa qalin joylarini pichoq yordamida ozgina ochib olib, ustidan paket yopib, mana shunaqa bolg'icha yordamida yoyib olamiz. Hamma tabiiga ko'ra har xil pripravlardan foydalanish mumkin. Men eng oddiy bo'lgan tuz, murch, paprika hamda quritilgan chesnok ustidan bo'lsa ozgina olivka yog'i surib yaxshilab surkab yubordim. Ziravorlarimiz tovuqimizni hamma joyga yetib borgandan keyin tovuqimizni o'rab, ustidan mana shunaqa maxsus iplar bilan boylab chiqamiz. Tovuqimiz ustiga ham shunaqa priprava surib olib, listimizga yarim litr suv quyib, ustidan yana bitta list yopib, 90 minutga 180-200 gradusda pechga yuboramiz. Tovuqimiz pishib chiqqandan keyin xona haroratida ozgina turib, qo'limiz kuymaydigan darajaga kelgandan keyin ustidagi iplarni olib tashlab, stresh yordamida shunaqa qilib taring qilib tortib o'rab olamiz. Taring bo'lib tortilgan ruletimizni bir kun davomida xolodilnikda muzlatib olamiz. Ruletimiz iste'mol uchun tayyor. Qanaqa chiqqanini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Sizlar ham albatta bir marta bo'lsa ham shu uslubda tayyorlab ko'ringlar. Turli xil ximikatli kolbasalardan o'zingizlar tayyorlab ko'rganinglar ancha afzal. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.